Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 11-iyun kuni mana olmalarimizni holatlari bilan seriallatganmiz. Olmalarni holatlari yaxshi. Mana olmalarimiz bemalol seriallatilgani natijalari bilan dona olmalarimiz hammasi baholasi yirik, rivojlanishlari yaxshi. Mana bemalol shoxlari seriallatib olib tashlaganimizda ham mana shunda ham egilib turibdi olmalari. Yangi o'sish bor mana. Yangi o'sish normaldi. Xudo xolasa kelasi yilga ham meva yaxshi bo'ladi. Seriallatganimiz hisobiga olmalarimiz katta mana yaxshi rivojlanyapti. Xudo xolasa shu seriallatayotgan paytda uncha qurib tushgan shunga o'xshashlarni terib tashladik. Hozirgi holatlarimiz yaxshi. Har yili daraxtlarga kerakli oziqani berish kerak. Azot, fosfor, kaliy. Kuzda menga kaliy berganmiz, kaliy xlor berganmiz. 300 gram kaliy xlor berganman. 2 marta silitrada azot. Holatlari yaxshi. 1-2 marta shiradori yedi. Shirasiga mas bilan sepildi 10 litrga 5 gram qilib. Qurtga qarshi 3 marta ishlandi. Shu bir marta shu shiraga qo'shib yuborildi. Bundan tashqari yana 2 marta bitta insigar sepildi. Bir marta karagan sepildi. Endi yana bir marta karagan sepilsa shu bilan ishlov to'xtaladi. 10 litrga 2 gram karagan. Holatlari yaxshi ko'z tegmasa.